bu videoda. Biz yoshligimizda kabel tortib, shu necha metr hozir 200 metrga yaqin bo'lsa, kabel tortib, ichkariga kirib, shu chiroq o'chib qolganda. Hozir bu qabrga o'xshagan joyga muhojirlik qarang. Narigi joyi Makkadan chiqadi deyshadi. Va devor qaysi? Devor ma'mumi? Masjid yopilgan devor. Zaharli ilonda qanaqadir. Ay! To'xta! Bor bunaqa joylarga. Seni bu ketishda jimpim bosadi. O bola, sen qachon hammasini to'xtatasan? Chilla odamga son yetkiza oladi. Yo'q. Men hammasini tekshirib ko'rishim kerak. O'rtoqlar, xudshpayti masligi. Bundan keyingi video morgdagi uxlab qolishim bo'ladi. Va biz bu videoni agar ko'ramiz, xolos ta'rif qilinglar, qachonki mana shu videoda 10 mingdan ko'p like yig'ilsa, u videoni qo'yaraman. Salom o'rtoqlar. Biz hozir qabristondamiz, lekin bu video qabriston haqida emas. Bu video mana ko'rib turgan, ko'rsang, mana bu ko'rib turgan 40 ta zina deb atalar ekan va bu yerda biz eshitgan miflarimiz bo'yicha botga oxirgi marta eshitishimiz bo'yicha bu ham aniq deya olmaymiz. Bobojon ota kirganlar va qaytib chiqmaganlar. Hamma ko'pchilik shu so'zni aytdi va ko'pchilik aytishadi, bot kirgandan keyin narigi bu tunnel, narigi joyi Makkadan chiqadi deyshadi. Va bu gap meni gapim emas, bu gap men eshitgan gapim. Makkaga yo'l bo'lgan ekan degan shunaqa bir gaplar, Toshkent shaharga borgan yo'l bo'lgan. Bu yerdan hozir kiriladi. Va bu xuddi shunaqa 40 ta zina. Har xil gaplar bor. Bu betdan boshqa joyga chiqadigan yo'lak bo'lgan deydi. Yana boshqa xil mishmishlar bo'lgan. Bu g'ishlardan ilmiy tadqiqotlar instituti tomonidan, arxitektura tomonidan kelib o'rganilganda, bu qabristonda joylashgan g'ishlardan Zangiota Ko'kaldosh madrasasi va Kaffol Shoshiy va Shodimalikda joylashgan maqbaralar hammasi bir g'ishligi aniqlangan. Bu ziyoratgoh ikkita xonasi qolgan. Bu ikkita xonasidan tashqari ichkariga kirishligi bu tadqiqotlar olib borayotgan ilmiy xodimlar chiroq o'chib yo boshqa sabablardan ichkariga kira olmagan. Shu ikkita xonadan keyin g'ishlar bilan o'rab tashlangan-da. Lekin to'g'risi men uchun juda qo'rqinchli bo'ldi, chunki ichi xuddi qabrga o'xshaydi deyshotdi. Va menga eng qizg'in narsasi buni tepadan nimadir uchdi. Samolyot menimcha samolyotda hozir. Короче, buni haqiqatan ham 40 ta-ku. Eng qizi zina bunaqa emas, har bitta zina mening xonamda keladi, to'g'risi, ofisga xonamizda keladi. Zina 40 ta zinadan keyin biz qanaqa pastda bo'lamiz? Normal pastda, chunki uni shu darajadaki, даже ustida qabrlik qurilgan uni. Shu darajada demak u pastda. Va eng pastda nima bor buni? Xullas, qolgani video davomida. Hozir shunda eshitishimiz bo'yicha O'zbekiston boshqa kanallardan kelishganda, o'sha eng pastga tushmoqchi bo'lganda o'chib qolgan. Insonlar aytayapti. Bu yerda uzun kabel tortgan, bu yerda masjid bo'lmagan, boshqa bo'lmaganda shu mahalla hozirgi bular 55-yilga insonlar yilga tug'ilgan insonlar aytadi. Biz yoshligimizda kabel tortib, shu necha metr hozir 200 metrga yaqin bo'lsa, kabel tortib, ichkariga kirib, shu chiroq o'chib qolganda, bu yerda ilon bor deydi, yana bir narsalar deydi. Yana buni bilmayman, o'zim buni bu yo'g'on ko'rmaganman. Hazillashdim. Tamam, hozir ichkarida nima bor? Bitta hujra bor, yana zina, yana bitta hujra bor. Tamam. Bo'ldi, o'zingiz chiqaramiz. Bir zaman keling. Muhojirlik san. Bismillah. Oh. Oğlum tepani qarang, tepani oling. Havo o'tish uchun domlanib yetmaslik uchun. Bu yerda hozir mana g'ishlar, eshar bo'yicha Zangiota va Samara Registondagi g'ishlardan foydalanilgan deyshadi. O'shalar bir xil deyshadi. Bu musulmon o'qish deydi buni. Aytmoqchi bo'lganim o'sha paytdan beri, ya'ni shu qo'pirlar. Eski sana boshqalar ham ketibdi, juda eski emas, bu to'g'ri yig'ish. 17-18-asrga oid inshoot deb bilinyapti. Bu yerda yozilishi arxitekturada
javoblar kelganda keyin yonlarga shu qabriston qo'yilishib odamlar qo'yilgan. Bu eski qabrlardan bittasi hisoblanadi. Nima sababdan qurilgani noma'lum. Bu noma'lum. Bu yerda chillixona deydi, yana boshqa deydi. Men aniqini bilmaymiz. Bu yerda ilmiy asosga hech qanaqani bo'lmagan. Hali jarayon javob kelmaganda. 2 xonasi qolgan. Shu 2 xonaga hozir tushib ko'rsataman inshaalloh. Buni musulmon g'o'shi deyishadi. To'lbochi. Hozir uzunchoq bo'ladi, hozirgi uylarni g'o'shi. Buniki to'lbochi bo'ladi. Bulardan ko'rsangiz bo'ladi. Bo'lsa to'lbochi ketgan. Adashmasam yig'ilmaga bo'lsa kerak. Ketdi pastga tushamiz. Bismillah. Bu hozir qabr emasmi chiqib? Lekin qabr ham shunga o'xshagan bo'ladi. Hozir bu qabrga o'xshagan joyga hozir qarang. Seriously. Va devor qaysi devor? Manmi? Mashit yopilgan devor? Ha? Mamit qarang, ochiq. Mamit ochiqmi deyman? Ilom olagan. Ketdiki? Ilondan qo'rqaman. Ketdiki? Ketdim. Yo'q, ketdim. Ket tashlab qolmasa ilon. Tashlab qolmaydi-yu. Ilonni biladi. Ko'zi ham kattadan ochiladi. Voy, qo'rqan tushimda chiqqan narsa bu. Nima qiladi, lekin hisiga tezliga. Chiq qo'ying. Ilon. Ilon mayli, biz ham o'lganimiz mana shunaqa yerda yekib ketamiz-da. Bu qarang, g'ish ichida ilonda, g'ish ichida ilon. Yana bitta e'tibor qaratishlik kerak bo'lgan narsa, biz hozir qabriston pastida, ya'ni biz mashina turgan bo'lsam, shunday yonida ya'ni mayit bor, mayit bo'lishi bu aniq emas, chunki xuddi shunaqa pastlikdamiz. Va bu вообще нереально qabrchiga tushganda ham shunday bu narsa. Va biz buni o'zimizda isbot qildik va u paytda ko'rgan bo'lsanglar, men vashi qo'rqqandan даже gapira olmagan joylar ham bo'lgan, biz qarab turgan, o'ylanib qolgan bilmayman, o'zim hozir montajda ko'rib dumkadaman. Xullas, bu hamma emotsiyalarni sizlarga yetkazish uchun, sizlarga o'sha adrenalin ichkidagi o'sha qo'rquv va har xil, men bilmayman, menga yoqadi u emotsiyalar va sizlarga ham shuni yetkazish uchun shuncha video oldik. Agar sizlarga yoqmasa, like bosinglar va video davom etadi. Ilon bor ekan, ilon. Серьезно? Ilon oddiy holim bo'tdi ilon bor ekan. Qarang, hozir biz ko'rgan deyman to'rda o'sha ilon bor, anaqada o'shada. Ha, shu zina turibdi-ku. Ha. Shu zina deb oxirgisi yoptashgan. Hozir kichina mana shunaqa yana tushadigan joylar bor. Nimaga yopishgan? Tadqiqot bo'lgan uchun yopilganda. Keyin bu kerak emas bo'lganda. Ochish hech qanaqa iloji yo'q-da. Ochish kerak. Ochish kerak emas o'tirdi, demak qanaqadir yomon bironma bo'ladi. Xuddi shu payti ham ana sizga qanday narsa tarqatdik-ku. Bir zaman kelsan eshitgansiz? Amir Temur qabr ochgandan keyin kecha xumur boshlangan degan narsa bor. Mana shu narsa ham bo'lgan. Bunga nima deysiz? Eng qiziq hozir bo'tdan ochish mumkin emas deyshapti. Hozir biz ochib yana katta problema kerak. Mayli kichkina g'ish o'zini olganimda ko'zli ilon jiqmilayotdi, ilon bor. Hozir devorni nimadir qilamiz desak, birinchidan qilmaymiz, agar qilamiz desak ham ishida ilon ko'p va biz hozir qabriston, hozir как minimum mashtam bironta qabr turibdi. Chunki qabriston o'rtasida bu joy. Ya'ni qabr tepamizda biz ancha pastga tushib ketdik. Yo'q, ancha pastga tushib ketdik biz. O'yda teshib bor. Tepa ko'rinadi lekin. Xullas, o'rtalar mana shu va biz harakat qilamiz. Agarda iloji bo'lsa, bundan ham past devor qachondir ochilsa tushishga. Lekin menga real qiziq bu narsa, to'g'ri qo'rquv ilon bordir. Kelib biz qadron kiyim kiysa ilon nimadir qoladimi? Peshinaga yozilgan edi. Eng qizi boy men tiq yiqilib tushdim-ku, oyog'im chalib ketdi, o'sha payt lekin liqiladi. Motor ketyapti. Motor qilmoqchimisiz? Eng qizig'i shunaqa joyiga bir hammamiz tushamiz-da. Mana shuna xuddi qabr. Qabrga tushganimizda ilon, chayon yana boshqa hozir bo'tdan chiqib ketish iloji bor-da. O'tdan iloji yo'q deysiz? Bo'tdan chiqib keta olmaymiz. Bo'tda chaq bo'lsa ham chiqish iloji bor-da.
Chaqmasa ham yordam berish iloji bor. Da bo'ldi. Suraylik, yordam kerak emas. Ay, ovozing shunday. Qo'rqinchli narsa bo'ldi, lekin aka. Birinchi marta sizlar yaxshi aytdim. Yo'q. Birinchi marta sizni qo'rqmasdan o'zimizni ruhiyatimiz qo'rqmadik, ruhiyat tushib ketdi qanaqadir ona. Mana bitta yuragini ichida shunaqa narsa yotibdi, til bilan aytib bo'lmaydi. Xabar ichida yotishimiz ko'z oldiga kelib ketdi. Xullas, o'rtoqlar, ham ko'rgan narsalar, ko'rasizlar, hech qanaqa bu yerda montaj yo'q, hech qanaqa bu yerda magiya yo'q. Hammasi boricha ko'rsatilyapti. Video qisqa bo'ldi. O'sha xavf bo'lmaysizlar, просто like bosinglar va o'sani like-inglar meni yanada kattaroq video olishga motivatsiya beradi. Xullas shu. Bo'lmi, yaltiryapti yaxshilab. O, ana uni. To'shdi, omiga. Ha, brat, biz yoniga bordik, aka. Yoniga borib, musa qaradim, mashina qaradim, pulisiga qaragan. Iloligini bilish uchun. Bapas tushganda qiladi ham. Mana. Bil. Alloh. Xullas. Lekin pastga tushsa qishning qiziqroq bo'lardi, uni tirik qolish ancha yaxshi. Katta ekan, lekin. Yo, bu otiladi bu. Otiladigan ilon. Mesa Maxda tog' xonasidan chiqqanda bu. Zaharli ilonda qanaqadir? Bu Jahoniga. Bu otiladi bu. Fishlar, yomon fishlaydigan ilon. Ha, hozir biz suhbatga kirganimizda otalarda, Lekin hozir buni tegini sovuqli bo'lmaydi. Ilon yashay oladigan klimatda tegi. Chunki yerni tegida plus gradus bo'ladi, minus bo'lmaydi. 9 metr. Qaysirini to'g'rilab qoldik. Respekt. Ilon rahmat. Eshidir 1000 yillik daraxt deyman bu. Bu daraxt qanaqa tarixi bor? Eski daraxt. Bilmadim bu. Qashta 1000 yillik. Eski daraxt. Qalligina bor. To'g'risini aytsak, biz u deb olib buzib olmasligini biz bilmagandik va biz buzamiz va oxirigacha tushamiz deb shunaqa motivatsiyada xullas borgandik. Lekin ko'rdinglar, xullas qarshilik qilishdi va o'zimiz alohida yolishganimizni ham ko'ndira olmadik. SMB yoki yani katta международный problema bo'lishi mumkin bizda. Aynan buni buzib qolsak, chunki bu juda ham tarixiy va sirli nimadir xullas. Lekin nima qilib bo'lsa ham biz sizlar uchun mashaq adrenalin yetkazmoqchi bo'ldik. Ilon chiqqani вообще просто shok bo'ldi men uchun. Chunki men ilon chiqish mumkin yurdim, lekin aynan ilon haqiqatan ham chiqadimi yo'q hech kim bilmaydi-yu. Lekin biz bu videoni aniq davomini olamiz va aytgancha o'rtoqlar, keyingi videoda men morgda uxlab qolaman. Xullas, buni like qilishga qilinglar. Qancha ko'p like bo'lsa, men shunchalik videoni chiqaraman. Xullas, men shu video yakunida qaraylik. Momentim meni yoqtirgan video turibdi va bunisi ham men o'zim juda ham qattiq yoqadi. Agarda bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalda yana boshqa videolarim bor. Xullas, hammasini ko'rib chiqinglar. Sizlar bilan omonxon bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha. Ciao!